Bugungi sanamiz 11-yanvar. 11-yanvarda biz pomidorlarimizni chaynatishga qaror qildik. Xudo xolasa bugundan chaynatishni boshlaymiz. Xudo xolasa 3 kun deganda menimcha tuyib, g'o'ralari ko'rinib qolsa kerak. Chunki bu koreyskiy tomaton 3 kun, uzog'i 4 kunda g'o'ralarini ko'rsatadigan sun'iy chaynatish vositasi hisoblanadi. Yana chaynatishda eng muhim jihatlardan bittasi shuki, pomidor bu nimamizga rang qo'shganmiz. Bu pishiriqlarni, tortlarga qo'shayotgan rang. Bu esa sepgan, sepmagan pomidorlarimizni ajratish uchun foydalanadi. Bu esa umuman pomidoriga va gulshonalarga umuman ziyoni yo'q. Yana chaynatishda eng muhim jihatlardan bittasi shuki, tagida nam bo'lishi kerak. Shu sababli kecha 1 tonna suv bergandik. Shu dorilarimizni jicha nariyoqqa surib olsin deb kran suvdan ulab qo'yganmiz. 1 soat suv beramiz. Biz esa chaynatishni boshladik. Chaynatish shunday bo'ladiki, mana shu pomidorimizni qo'limiz bilan shunday yordam qilib bir marta sepiladi. Hozir telefon videoga oladigan o'zimligim uchun sepishni ko'rsata olmayapman. Yana bir bor ko'rsatib o'taman. Mana shunday qilib sepiladi. O'suv nuqtasiga tegib ketmasligini oldini olishlikni tavsiya beramiz, chunki o'suv nuqtasini koreyskiy tomaton to'xtatib qo'yadi. Shu sababli ehtiyot bo'lib sepishlikni tavsiya beramiz. Mana do'stlar, sepdik, mana shunday holatda bo'ladi. Xudo xolasa bu kechgacha mana shu ichidagi suv qurib tushib ketishi kerak. Agar tagida ichida namlik qolsa, juda salbiy oqibatlarga olib keladi. Shunisiga ham hushyor bo'lasizlar. Bizning kanalimizni kuzatib boring. Like bosing, obuna bo'ling. Xudo xolasa qilayotgan videolarimizni qo'yib boramiz. Sizlarga manfaat tegsa juda ham xursand bo'lamiz. E'tiboringiz uchun juda ham katta rahmat.